faxriy şirinçiş egisi. Merhamet. Assalomu alaykum. Hurmatli yo'ldoshlar. Men Sudandan keldim. Ismim Molla Abdurahmon. Hammangizga o'tliq salom. Xo'sh, endi arzularni anglaylik. Oldi bilan program guruhimizga vakolatdan sizning kelganliklarini qizg'in qarshi olamiz. Arzularni anglaylik endi. Men 60-yili Börtlardan O'lja G'arbiga borgan. 62-yil Jungo Hindiston chegara voqeasi olib Qashqarga berib Hindiston urushida qatnashgan. 63-yil chegara voqeasi tinchig'andan keyin biz yana qaytib kelib Go'ngshida o'qib qoldik. Shundan beri Go'ngshida ishlab kelyaptim. Hozir ham deyishim 78 yosh. Salomatligim yaxshi emas. Mo'shinchilik vaqtimda har biringlar bilan bir ko'rishib ketay deb keldim. Qarshi olamiz. Jungo Hindiston urushida qatnashganmi? Jungo Hindiston urushida qatnashgan. Hindiston urushida qatnashgan milliy qism intayin ko'pda. Hozir Börtlarda ishkelan qoldi. Sudanda ishkelan qoldi. O'ljada ishkelan qoldi. Qolganlarimiz o'lib tugdi. Qarsab salomatligim yaxshi emas. Mo'shidak vaqtimda yo'ldoshlar bilan bir ko'rishib ketay deb keldim. Endi armonim yo'q, sizlar bilan har biringlar bilan bir ko'rishib oldim. Sizning asosiy arzulari ko'pchilik bilan ko'rishish ham ayni vaqtdagi shu sabdoshlar bilan ko'rishish. Hozir hamda biz bilan har bir urush qatnashib qaytgan yo'ldoshlar men bilgandan boshqa yana nurg'un bo'lishi mumkin. Shulardan hamda hayot qilib hozir qadar hayot qilayotgan yo'ldoshlarga mush munosabat bilan bir salom aytib didor ko'rishinglar dedim. Buldu. Pek yaxshi o'ylablar tag'a. Oldi bilan sizlarga va sizlarga o'xshash shu davlatimizning amonligi uchun jon fidolik ko'rsatgan shu bizningki jangchilarimizga, qahramonlarimizga salomimizni yo'llaymiz, hurmatimizni bildiramiz. Balkim ekran orqali sizlarni ko'rgandan keyin hayajonlangan, ayni vaqtda sizlarning sabdoshlari bor bo'lishi mumkin. Ekran oldida balkim o'tag'an bo'lishi mumkin yoki ularning oila tavobatlari sizlarni ko'rib hayajonlangan bo'lishi mumkin tag'a. Endi hozir bizning xizmatdoshlar bir uchurni yetkazdi. Sil şerinç programmasi tizimlatgandan keyin bizning xizmatchi xodimlar sizning shu sabdoshlar bilan aloqalashib bir nechalar bilan aloqalashibdi. Bugun naq maydonga olib kelishni o'ylashgan bo'lsa-mu, lekin endi dadalarimiz yoshga cho'ng bo'lib qolganligi uchun bak hayajonda ba'zi o'ylamagan ahvollarning yuz berib kelishining oldini olish uchun naq maydonga taklif qilmabdi. Biroq tag'a biz ayrim bir sorun o'rinlashtirib korxonchilarning, bizningki xizmatchi xodimlarning birlikda ishtirok qilishi bilan sizni cho'qim shu sabdoshlar bilan uchrashtiramiz. Rahmat. Uning ustiga eng muhimi bugun sizlar bizning sherinch programmasiga chiqqandan keyin ekran oldida o'tirgan sizning nurg'un sabdoshlari endi sizlar bilan aloqalashi mumkin. Sizni ko'rib oldi emasmi shunday tag'a? Ham shuning bilan bir vaqtda bugun mush sherinch programmasi orqali nurg'unlagan tog'larimiz ayni yillardagi shu xotirlarni tepib olgan bo'lishi mumkin. Bir necha kungacha balkim shu kunlarni eslashi mumkin. Güzel xotirlar orqali ko'nglini ovundirishi mumkin. Uzun yillar ko'rishmagan do'stlarning, sabdoshlarning patroq birga bo'lib güzel xotirlarni tepib olishiga ham tilakdoshmiz. Undaq bo'lsa tag'a bek güzel orzu bilan kaplar, cho'qim sizlarning orzulari cho'qim reallik aylandi bizning bolalarimiz aloqalashib bo'ldi. Keyinchi ekran orqali programmamizda ko'pchilikninki tag'imizning sabdoshlari bilan ko'rishgan güzel minutlarni yana ko'pchilikda sunamiz. Undaqda sherinchlar reallikqa aylangan bo'ldi tag'a shundaqmi? Biz oldi bilan bizning shu ustozlarimiz bilan korxonchilarimizning so'zlarini anglab boqaylik. Sizlar o'rtirib yerib qolalimi deb ansirayapman. O'rindiqqa chiqib beramdik yo? Bo'ldi, rahmat. Gapni qisqartaylik, tog'imiz yerib qolmasin. Xo'sh, ma'lum bosh so'zlasin. Assalomu alaykum cho'ng dada. O'zimni aytibdan turiblar. Biz mana o'zlariga o'xshash shu xalqimizningki xotirjam turmushi, yurt makonimizningki aminlik uchun cho'ng to'p qo'shgan shundoq pishqadam askarlarimizni
cho'nqur aslaymiz, hurmat bildiramiz. Bundan turiblar, meningcha sizlarningki orzulari amalga oshadi. Bu nihoyatda yaxshi ahamiyatli orzu ekan. Sizlarningki salomat bo'lishlarni, davomli mushtaq jo'shqin turishlarni umid qilaman. Rahmat, rahmat. Mötəvər şirkətinki mötəvər toni davamlı xalqımız üçün qurbonlik bera oladigan, xalqimizningki ishlar uchun o'zini bag'ishlay oladigan odamlarimiz uchun davomli tayyor. Shunga sizga bir qur mötəvər kostyum burulkilarini taqdim qilmoqchi. Bundan boshqa men 2 kunning oldida bizningki saboqdosh bolalar o'tgan chaqda shu chaqdagi milliy qismga qatnashgan bir askarningki 3-doktorxonada badan tashkil etish elib borganligini xabarim bor. Bu odamni topqini bo'ladi. Agar 1-2 kungacha siz ketmay qolib qolsangiz, biz bu programma tugagandan keyin shu odam bilan sizni bir yuz ko'rishtirsak. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum cho'ng dada. Va alaykum assalom. Sherin tush gruppasi sizning sherin tushingizni sherin tushingizni amalga oshirishga chuqur tirishchilik ko'rsatdi. Agar ayni vaqtga shu sabdoshlaringizning hozirgacha oyat bo'lganlar bo'lsa, biz bir ro'yab shirkati bir dasturxon salayli. Urumchiga chiqib hammalarni bir yuz ko'rishtirishga biz shirkat va'da beraylik. Undan boshqa o'zingizning hozirgi sog'lomlik uchun, ya'ni yurakda masala bor sabablik davolni o'taman dedingiz. Mush ahvollarni diagnozani bizning shirkat xodimlari bir ko'rgandan keyin bizim qo'limizdan kelishicha bir amal qilib boqaylik. Ko'nglimizni ifodalaymiz. Ha, bo'ladi, rahmat. Qish kelib qoldi. Sizning to'ng'ab qolmaslik uchun biz to'yliq shirkatimiz yangidan ishlab chiqargan yung tuvitdan tikilgan bir ton var. Shuni sizlarga kelgizayli. Voy, rahmat. Bo'ladi, rahmat. Biz shu Elnur shirkatidan sizlarga hamda ayni chog'dagi milliy qismga oliy ehtirom bildiramiz. Andan kizi baya dedingiz hamda o'zingizning sabdoshlarininki tizimligi bor dedingiz. Ashularning tizimliklarini, adresini bizga ta'minlab bersangiz, biz ashularning har biriga biz shu yanada ishlab chiqargan, shu yashanganlarga mos kelgan sog'lomlik unimizni bir yetkizib hozirib olgan bo'lsak, undan keyin sizning hamda uyingiz Urumchida ekan-ku? Uyim Süydingda. Süydingda, ha. G'ulji qo'rg'asini aytsi. Ha, G'ulji qo'rg'asini aytsi. Biz shu sizningki oilangizga 1 yilgacha shu Elnurbashda xoli yo'llarini yetkazib bergan bo'lsak. Hay, rahmat. Shu sabdoshlar yig'ilganda ham qanchalik bo'lishingizdan qat'iy nazar hammanglarga saltanat kiyimlarda, saltanat kostyum birilkunlardan bir to hadiya qilmoqchi. Bir yurish hadiya qilmoqchi. Rahmat, rahmat. Men sizga G'ulji Pakdil musulmoncha yemaylik ishlab chiqarish cheklash shirkati nomidan 5000 yuan naqd pul ko'ngil sovg'as qilsam, siz ash 5000 yuanga bir go'sht yeb, yana bir uzun muddat mushunda bir tetik turib turishingizni umid qilaman. Voy, rahmat, rahmat. Qism qatnashgan sabdoshlaringizni ro'yab shirkati Urumchiga yig'ib bir dasturxon soldigan bo'ldi. Shu dasturxon solgan vaqtida kelgan barliq sizning sabdoshlaringizga bizningki Chindil markasidagi sog'lomlik oqsil talqonlaridan bir yurishdan sovg'at qilamiz. Voy, rahmat. Qabul qiling. Voy, rahmat. Sizga odatda kim qaraydi? Aylim qaraydi. Ha, aylingiz qaramda. Shu nima parda oqisidagi qo'llig'uvchini unutib qolsak bo'lmaydi. Shunaqmi? Shunga men davomli sizga hamdamda bo'lib, sizning tamoqingizni yetib, kirlarni qatlaringizni yuyib, sizga amra bo'layotgan shu hadimizga 2000 yuan qiymatidagi oltin go'har mahsulotlaridan sovg'at qilaylik. Voy, rahmat, rahmat. Şinjan Safiya Xalqaro suv chekish shirkatidan sizga 5000 yuan naqd pul hadiya qilamiz. Voy, rahmat, rahmat. Boyam shirkatlar o'zidan ko'ngil qildi. Go'har aytgandek, sizning holingizdan xabar ilib, sizni yaxshi kutayotgan adimizningki qo'rg'as noyisida doktorxonaga olib borib salomatlik tekshirib, davolanish, dori ilish kerak bo'lsa, barliq chiqimlarni biz ko'taramiz. Bo'ladi, rahmat. Tabarak atimiz ekansiz. Bundan keyingi salomatligingiz, umringizning uzun bo'lishi, shunda salomatligingiz uchun men kam shirkati nomidan dorilarni 2000 ko'ylakdek dorini men elib sizga hadiya qilay. Ondan aeroplan beltingizni men elib sizni bir yo'lga qo'yaman. Bo'ladi, rahmat. Rahmat. Tag'imizningki
Bugün şirinç programımızga kelişi bilen hammalarning ko'z oldiga ayni yillardagi qaysar jangchilarimiz keldi. Shuning bilan bir vaqtda mushu fursatdan foydalanib, vatanning birligi, xalq ommasining tinch amonligi uchun jon fidolik bilan kurash qilayotgan, ajrni singdirayotgan xalq askarlariga, ofitser askarlarga hurmatimizni bildiramiz, salom yo'llaymiz. Balkim harbiy qismlardami bizning programmamizni ko'rdigan bizning suyimli kishilarimiz ofitser askarlar bo'lishi mumkin. Sizlarga chin yuragimizning salomimizni yo'llaymiz. Izchil turda davlatimizning amonligi uchun, birligi uchun tirishchanlik ko'rsatgan ofitser askarlar qatorida bizga ustoz sifatida tavarruk sifatida turgan suyimli tag'imizga hurmatimizni bildiramiz. Undaqda ko'pchilik hammaylar birlikda eng yaxshi olqishlarimiz bilan qaysar jangchi tag'imizga hurmatimizni bildiramiz. Rahmat, ko'pchilikka rahmat, ko'pchilikka rahmat. Vay rahmat, baldirim ko'p rahmat. Rahmat ko'pchilik. Salomat bo'lsizlar tag'a. Rahmat. Undaq bo'lsa, tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Olsun tağa. Ahmiyetlik arzu ilgisini tanlash ötkülüge qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Eng muhimi salomat bo'ling. Xushal o'ting. Oilangizga bizdan salom aytib qo'ying. Bo'lamdi? Bo'ldi, rahmat sizga. Bo'ladi. Vatanning bir chimdim to'pisi, bir tal moysisini qonliq kurashlar badaliga qo'g'dab kelgan jangchilar eng suyimli kishilar deb atilishga tamoman haqliq. Vatanparvarlik haqidagi bu bayonlarimizga bugungi sahnimizni yo'ritgan peshqadam jangchi Molla Niyoz Abdurahmonni dalil qilamiz. Uningga hurmat bildiramiz. Sabdashlarga beg'ishlangan shirin tushlarni olqishlarimiz bilan reallikqa ulaymiz. Ular ko'rishgan damlardagi suhbat va aslamalar tarix va kelgusi haqidagi eng jonliq tarbiya bo'g'isi.